Kasal bo'lmaslik uchun issiq havoda konditsionerdan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerak? Konditsioner albatta yaxshi, ammo xonada odam ko'p va ularning yoshi ham turlicha bo'lsa, unda xona kimdir uchun issiq, kimgadir sovuq bo'ladi. Muammoni bartaraf qilish uchun siz konditsioner havo oqimini shiftga qaratib qo'ying. Bunda sovuq havoning yo'naltirilgan oqimi insonlarga zarba bermaydi va harorat butun xona bo'ylab teng tarqaladi. Bundan tashqari, haroratni 18 darajaga emas, balki 21-22 darajagacha sozlash kerak. Bundan pastroq emas. Bu inson tanasi uchun eng maqbul harorat. Aks holda kasalliklarga chalinish xavfi ortadi. Konditsioner feni o'zidan xonadagi havoni aylantirish natijasida havo tarkibida bo'lgan barcha changlar va kasallik tarqatuvchi mikroblar filtrda qolib ketadi. Xususan, xavfli bakteriya Legionella paydo bo'ladi. Ushbu bakteriyalar konditsioner filtrlaridan tashqari nam muhitda ko'payadi. Ular ko'pincha pnevmoniyaning xavfli shaklini keltirib chiqaradi. Konditsionerda patogen mikroblar va bakteriyalar paydo bo'lishining oldini olish uchun uning filtrlarini kamida 6 oyda bir marta, yaxshisi 2-3 oyda bir marta tozalash kerak. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.